Hurmatli chorvadorlar, dehqondan akalar toza avstriyskiy sigir qilaman deganiga xunajin chiqib qoldi akalar. Xunajin bu katta bo'ladi. Endi 10 oylik variantidan. Hurmatli aka, oqalarni ko'rsa keng, oyoq qo'li uzun, mol lekin katta mol bo'ladi inshaalloh. Dehqonchilik ishqibozga sotiladi. Akalar pulni yengillayapti. Qiziqqani bosaveradigan variantdan. Like bosib qo'yasizlar. Bugun hafta kuniga 9-mart bo'lyapti. Dushanba. Biz Andijon viloyati Oltinko'l tumani mahalla nomi nima edi? Mama Yusufchek mahallasidamiz akalar. Ichqaridan tashqariga olib chiqdik, sababiki mana shunda yaxshi ko'rinadi mol. Mol ko'rinishlari mana akalar. Sog'lom, oyoq qo'li uzun, bo'y basti ham kichkina mol emas. Endi sutemga men desa ham palon pul bo'lyapti. Endi buncha hot kirish o'zi oson emas. Aka-ukalar, mana variant olaman deganiga inshaalloh bir 4-5 oydan keyin bu qo'yib qo'ysangizmi yoki kimdir yosh yetkazib qo'yadi. Katta mol bo'ladi inshaalloh. Akalar, qiziqqaniga beriladi, telefon qilaverasizlar, pastki nomerlarga yoki kelib, ko'rib, savdolashib olaverasizlar. Ma'lumotni egasiz olamiz. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Rahmat aka, buni bo'y basini o'lchab o'tmaysizmi? Bo'y basti endi 30 demaylik, 25 plyusga olaversin. Aha, 25 dan kam emas bo'yi. Baland. Akalar, dehqonchilik misol uchun bo'yni 30 dan desam bo'laveradi, lekin 25 dan baland. Bu 25 dan o'zi ko'rinib turibdi, mol kichkina mol emas. Yoshi necha oylik bo'lyapti aka endi bu? Bizga endi egasi 10 oylik deb bergan. 9 oylik deb bergan. 9 oy. Hozir 9 oylik javob aka degan. Agar egasiga gapira olsa aka 10 oylik o'tgan yo'q bo'lsa. 10 oy o'tgan yo'q, ha? Tushunarli. Akalar, o'zi yaxshi niyatda. Ha. O'zi yaxshi niyatda sigir qilaman deb oluvdingiz. Aytdingiz-ku, pul zarlar sotilyapti deyapti. Unisam sigir qilardim deyapti. Akalar, endi yaxshi niyatda olgan. Ha. Gap yo'q. Bu zavodskiy to'qala aka bu. Akalar, kuydirilmagan shoqi, zavodskiy to'qol. Akalar, endi nima qarang. Tuyani ko'ring. Tuyalar tikka tuyoq. Tumaloq. Bo'zaligi bilinib turibdi-da, apti nimasi tuyalardan. Mana tuyalar akalar. O'zingizlar xolis ko'ringlar. Oqalari keng, uzun, semental, xunajin. Sut yo'nalishdagi shunaqa bo'ladi-da. Sut yo'nalishi bir xillarni go'sht yo'nalishi polvonroq bo'ladi. Bu endi akalar sut yo'nalishdagi shunaqa oyoq qo'l uzun, xunajin ekan. Xo'p, obunachilarga aka yaxshi kunlarda olib sigir qilib olsin. Endi semental ham hadim chiqa olmaydi. Bozorga ham kam chiqyapti, YouTube'larga ham kam chiqyapti. Qiziqqaniga qanchaga beramiz aka? Endi bularni haligi ishqiboz o'zi biladi. To'g'ri. Uzoqdan kelishdi kerak yo'q. Kichkina bo'zagini ham o'zi ko'rib turibsiz narxlari. 20 million shunaqa deb aytilyapti. To'g'ri. Sutda chiqmagani hali yangi tug'ilgan. To'g'ri. Endi biz yaqin qilib aytamiz, yopishtirib. 32 million 700 ming so'm xayriga o'tib beramiz ozmoz. Telefon qilib jazma xaridori kelsa, xudo xohlasa. Tushunarli. Akalar, bitirib chiqaveramiz. akalar birovni qiynab, uzoqdan, misol mana shu molga 35 mingdan qaysi ham yarashaveradi. To'g'risida biz ham yuribmiz-da, lekin Ramazon oyida akalar qiziqqaniga jazmaniga 32 million 700 mingga chiroyli xayrni qilib beraman deyapti akalar mana. Bosaveradigan variantdan. Agar qonniga bo'lib tushib qolsa, ko'ryapsizlar, sementallarda narxini qalb bo'lmayapti. Sababiki zoti kamda, shuning uchun bular sutni beradi, bolani yaxshi beradi. O'zingiz sigir qolaman deganiga akalar 32 million 700 mingga chiroyli yana xayrni qilib beraman. Telefon qilaverasizlar, ishqibozga beriladi. Obunachilar ham telefon qilsalar, akasi ham tashlab berilaveradi, kelib ko'rishib, aka xarid qilishaveradi. Bo'laveradi. Telefon qilsa, gap yo'q. adres tushuntirib xizmatimizga yo'l. Tushunarli. Hammani Alloh taolasiga baraka bersin. Akalar, sigir qilgan odam ham maza qilsin. Endi har doim aytamiz, bir gap bor, aldansang yoshiga aldan. Endi bu yosh yildan yil pul qo'shilaveradi, qaramasda yosh xunajin. Akalar, bularni yillar, 10 yillab olgan odam sigir qilib foydalanadi. Hammaga rahmat, omon bo'linglar.